Bugun Samarqandga chiqib ketyapti yemlarimiz Kattaqo'rg'onga. Kattaqo'rg'onni yon atroflarini aniq bilmayman. Manzil qayerda nima joylashgan, jonboylar bor, menimcha o'tdi. Yana bir narsalar bor. Hammasi telefon nomer qoldiraman, dilerimiki Kattaqo'rg'onga bemalol murojaat qilib, umnik rolikdan ovovrasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum prezidentlarim, hammalar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Instagramman, Telegramman, ana YouTube'dan hammasiga ulgurib bo'lmasa ekan. YouTube esimdan chiqarib yuboryapman. Xo'p, bugun kuyuktirish jarayoni ketyapti avtomat shpritsda. Lekin shuni bilinglar, avtomat shprits ham har doim sizga aniq-tiniq qilib o'lchab bera olmas ekan. Qanaqadir baribir pogreshность bo'lar ekan. To'rttasi. Xo'p, to'rttasi qoludi bu qatordan. Ozgina gapirib o'ting. Qaranglar. Bir 2 oydan keyin chiqadi xatlarim deganimda o'rtada chiqyapti mana 2 xatlar. Где-то bir 100 tachani kuyiktiribmiz. Lekin katta lekin bor. 100 tadan 70 tasi уже brombo bo'lgan. Yo 60 ta, yo 70 tasi brombo bo'lgan. O'shaning uchun hozir yana 40 tani дополнительно yiri-yirilarni birato'la kuyiktirib, birato'la qochirtirib qo'yamiz deb o'ylayapman. O'sha 100 ta bo'la qolsin bo'lganga yarasha. Xo'p, o'sha 30 taga, yo 30 ta, yo 35 ta, 40 gacha ham bormasa kerak. O'shanga zakaz olaman. Ya'ni 1-iyul kunga 15 kunlik bo'g'oz bo'ladi. Mana shedevrlarni qaranglar, issiqda hamma yoqqa yoyilib yotibdi. Ishani qaranglar. Mana bu kichkinasi bor. Mana shu yerga tashab qo'ysam bo'lar ekan. Kichkinasi emas, yiriklarini tashab qo'ying. Qarang, 1 2 3 4 5 6 ta ekan-da, bitta ko'p ekan. Mana shunaqa yiriklarini tashab qo'yaman. 6 ta, 7 ta, 8 ta. Mana 9 ta qilib qo'ying. Onasi bilmadi. Xo'p. Mana shunaqa gaplar xullas o'rtoqlar. Qaranglar, bitta narsa ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar. Mana shu quyon ozib, to'zib ketgan. Qaranglar, mana shu akashiy chiqib ketdi. Yengil. Mana shunaqa holatlar bo'lib turadi menda. Qachonki anu nipel, mana shu nipeldan suv tushmay qolsa, mana shunaqa holatda suv ichmagani hisobiga juda ham ozib akashi chiqib ketadi quyonni. Chunki yem yedi, lekin mana qarang, hozir suv topsa, lekin ko'ra. Hozir buni tozalab qo'ydim. To'xtab turma, senga suvni ko'rsatmoqchiman. Qarang, ko'rdinglarmi mana? Suvni topdi. Hozir ko'rasizlar suv ichishini. Bechara suvsizlangandan umuman nima deydi? Обезвоживание bo'ladi-yu, suvsizlanib qolganda organizmi. Shunaqa qidiryapti, mana ko'ryapsizlar. Bu kimga taalluqli? Bir xillachi po'cho, anu nima edi? Sabzi, karom beradiganlar umuman suv bermas ekan. Eshitganman-da bunaqa narsani. O'shalarga taalluqli narsa. Mana menda ham xato o'tadi. Qanaqagi endi ko'p-ku. O'shanaqa paytda bilib qolaman, ozib qolsa suv tushmayapti bunga deyman-da. Bechara mana suv qidirib topa olmayapti. Rosa suvsizlanib qoldi. Mana shu yaxshi narsa emas. Bo'lmasam, o'pishdan men kranlarni ochib, постоянно tozalab turaman. Nipilli o'zi ham shunaqa yomon anaqa bo'lib qolar ekan-da. Kir bo'lib qolar ekan. Qaranglar. Oxirida mana bunaqa kranlarim bor. Kranlarni ochib, suvlarni tozalab turganimiz o'zida nipilli o'zi mana topdi nihoyat.
suvi ichida kirlar yig'ilib qoladi. O'shanga bir oyda bir marta katta fermerlar bo'lsa, baribir bittalab tekshirib o'tishimiz kerak. Yokida mana shu suvga filtr qo'yiladi. O'zi katta fermalarda filtr qo'yiladi. Mana shunaqa holatlar bo'lmaydi. Pastda ham bitta ko'rib, ertaga Xurshid akanimi, u kimmi, mana shunga mas'ul qilib, hamma bittalab nipel tekshirib chiqqin deb, suv trubalarni yuvib chiqqin deb mas'uliyatga qo'yib, shu ish qildiraman. Ko'pchilik suvni bermas ekanda jonzotga, ayniqsa quyonga. Quyonni qorni suvdan ishib qoladi degan fikr ham bor ekanda. Baraka topqurlar, bu issiqda qani odamzodga bir kun suv bermaylikchi qanaqa ahvolga tushar ekanmiz. Bo'yninglarga jonzotni boqish ovozsizlarmi? Kechirasizlar, sizlar mas'ulsizlar bunga. Suv bermaslik bu juda katta gunoh. Juda katta gunoh. Biz hozir mana shuni bilmay qolgan holda, uje men g'alati bo'lyapman-da. Bu meni deb suvsiz qolib ketdi jonzotim. O'shaning uchun bilib turib qilmaylar. Har bitta nafas oladigan jon borki bu dunyoda, hammasi suv ichadi. Mana shu yoz kunni eng issiq paytini aytaymi? Gofri ham yordam bermayapti-da. Mana ichkardi. Shunchalik soat voqli yoqqanmizda, muzlagan baribir issiq. Mana shu 4, 5, 6 eng issiq payti. Eng quyon ko'p nobud bo'ladigan payti. O'shanga ehtiyot bo'linglar.